Assalomu alaykum aziz podpисчиклар. Bugün toza videosiga geldik. Bir de katılımın profilaktikası ve içini polni yuvib chiqyapti gösterganlar. Bir de holatda impuls bilan отопление sistemani görüşler mümkün. İçine nol çıktı. Bu bir batareyadan çıkan motor bilan. Reverse bilan sonu patogunu almashtirib impuls bilan yongan kompressor orqali yana bu vozduk beradi, yana bu suv kelib turibdi. Bu biratgani o'sha ko'cha chiqib tashladi. Yana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, описаниеda telefonlarini qoldirib, bemalol murojaat qilaverasizlar. Şurada yana bir maslahat berib o'tib chekadim. Обязательно qachon котелni yuvdirsangiz, обязательно impuls bilan отопление sistema, to'pli pol sistemadan yugurishlarimizni maslahat beraman. Shunda sizlar kotelni yugurgandan keyin отопление sistemani yugurmasangiz, отопление sistemadagi yana shu tushib turgan qop-qora musorlar qaytadan kotelni ichine o'rnab, yana 1 yildan keyin kotelni buzib qoladi. Agar ishonishga variantda полностью kotel yuviladi, полностью отопление sistema yuviladi, 3 yildan bemalol garantiya bersa bo'ladi. 3 yildan hazırlatıp işletirsen. Like, подписканы, bosib o'tishni unutmang.